Assalomu alaykum qadrli qadrdonlarim. Va do'stlar, rekordni 2 karra yurib tashladi. 1200 ta. Jahonni dunyoni titrab tashladi. 10 yoshli boshlab natija kutganmidingiz? Men kutmagandim, lekin ochig'i 1200 ta. U super natija. Bu bolaga sabriga, irodasiga, ota-onasiga ming rahmat. O'ta sabrli, o'ta baquvvat bola ekan. Lekin men eng qo'l qiziqib bu bola texnikasiga, taktikasiga qo'l qo'yganim, mingtadan keyin ham xuddi birinchi noldan o'xshaganaqa xotirjam tushib chiqdi. Kuch, quvvat, energiya, VIP ekan, o'zi tayyor ekan. Ukamizga mana kichik odam savolchilarim bor. Agar javob bera olsangiz, holat yaxshimi? Charchoqlik yo'qmi? Hop, bu hozir 1200 ta yo'rdashingiz rekordda anjumaning. Mana shu holatga 1200 ta chiqish uchun oldindan o'zi anjumanini ko'p qilganmisiz yoki ben challenge boshlagandan keyin sonni ko'paytirish boshladingiz? Oldin ham ko'p qilardim, lekin challenge bundan ham ko'paytirishga harakat qildingiz. Challenge rekordini ko'rib, sonni qo'shar harakat qildingiz, ha? Oldindan o'zi ko'p qiling anjumanini, nechta qilingan? Sanalgan emasmi? Nechta qildingiz? 5 ta atrofida qilingan. Keyin qo'shdingiz, 100 ta qilib rekordga qarab qo'shib olgansiz, tanlangansiz, ha? Hop, yana bitta savolim. Savol emas, sizdan maslahat kutaman. Siz tengqurlaringizga, do'stlaringizga, o'rtoqlaringizga, butun dunyoga kerak bo'ldi. Dunyoga o'rnak bo'ldingiz, ochig'i. Butun dunyoga maslahat bera olasizmi? Tengqur sizdan kattalar ham, kichkinalar ham mana shu darajada 1000 ta, 1200 ta, undan ham ko'proq anjuman qilish uchun nima qilish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Shunaqa haqida maslahat bera olasizlar. Sport bilan shug'ullanish kerak, kuch bo'lish kerak, iroda. Hayajonlanmasdan qilish kerak. Mana sport bilan muntazamlik, doimiy muntazamlik, qoldirmasdan dangasalik. Har kuni qilish kerak. Necha mahal qilaysiz o'tirib-o'tirib? Mana u yoshli bo'lamiz, 2 mahal trenirovka qiladi. Boks bilan shug'ullanasiz-da. Yutuqlar bor, natijalar bor. Xudo xolasa sizga bundan ham ko'p natijalarni yutuqni tilab qolaman. Olimpiada jahon chempionati bo'lganingizda shu challenjingizni ko'rib, bizni challenjda qatnashgan bo'lib, olimpiada chempioni bo'lib deb deyish bizga nasib qilsin. Davom etamiz. Bo'lsangiz. Rahmat.